Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir Yangi bozordagi Abu Hanifa masjidiga keldik. Bu joyga kelishimizdan maqsad qurilishida ozgina qiyinchiliklar bo'layotgani, moliyaviy tomondan qiyinchiliklar bo'layotgani uchun hozir mana ustoz bilan birga gaplashdik. Qolganini ustoz o'zi aytib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam rasulillah. Bizni kuzatib turgan muhtaram azizlar, Alloh rozi bo'lsin. Shu kungacha bizni qo'llab turdinglar, biz bilan birga bo'lib turdinglar. Alloh hamma mana shu hissa qo'shib xizmat qilib turganlarimizga ajrlarini serob qilib bersin. Amin. Bundan ro'parasi 3 yil avval, 2023-yil 10-iyul kuni mana shu joyda tamal toshini qo'ygandik. Masjidimizga mana qarangki 3 yil o'tibdi. Yanada mana shu yakuniy ishda turibmiz hozir, inshaalloh karim. Mana shu yakuniy ishida ham bizni qo'llab, biz bilan birga bo'lib, bizga mana shu ochilish ichida hozir bizda ustalarda beradigan mablag'dan ancha bir katta sarmoya pul kerak bo'lib turibdi, yordam qilishimiz kerak bo'lib turibdi, ularga haqqini berishimiz uchun. Ustalarga. Hozir xalq ichida yurganimizda, mana shu ko'pchilikga uchrashganimizda domla masjid qachon ochiladi, domla qachon bitadi, qachonga rejalashtiryapsiz degan savollarni ko'p berib turibdi. Ana shu savol bilan ko'p bizni qiynab turibdi, ko'p savol berib turibdi. Ana shu savolga aytamizki, biz bizni kelib turing, bizni qo'llab turing, bizdan xabar olib turing. Inshaalloh karim oz qoldi, inshaalloh bu masjidning ochilishiga. Endi hozir masjidimiz bir qurilish bo'lganligi uchun janozalarni xonadonlarda o'qib turibmiz. Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislarda qaysi bir musulmon vafot qilsa, unga Allohga hech narsani shirk keltirmagan 40 ta banda qatnasa, Alloh taolo ularni qilgan duolarini ijobat qilib, qabul qilib, mayit haqidagi ular haqiga qilgan duolarini ijobat qiladi dedi. Inshaalloh karim masjid ochilsa, atrofdagilar mana shu masjidga kelib janoza o'qiladigan bo'lsa, bu joyda yuzlab balkim odamlar mana shu janozada ishtirok etadi, janozadagi mayitning haqiga duo qiladi. O'tganlarning haqiga ehson qilayotganlarimiz bor, o'tgan otalarning, onalarning haqiga. Fermerlarimiz qo'llab turibdi. Bugun mana bu dehqonchiliklardan hosilni olgandan keyin juda ko'p hissa qo'shayotgan, xizmat qilayotgan va bizni ko'rib turib, bizni duo qilib turganlar bor. Barchalarga Allohim ajrlarini serob qilib bersin. Dalolat qilayotgan, hissa qo'shayotgan, xizmat qilayotgan barcha azizlarimizga Alloh hammalarini jannat bilan mukofotlasin. Ustoz, hozir bu gaplaringizdan keyin to'g'risi men o'zim nafratlanib ketdim. Chunki o'zimizda shu yerda shunaqa masjidda qurilishiga qiyinchilik bilan hozir o'zingiz harakat qilib, ustalarga yetishmovchilik bo'lib turibdi deganingiz uchun men xudo xolasa shu masjid bitguncha o'zim shu yerda nima xizmat bo'lsa qarashaman. Syomka tomonlamanmi yoki kuch tomonlamanmi, moliyaviy tomonlamanmi o'zim qarashaman. Lekin o'rtoqlar bitta narsa uyat. Hammalarga masalaga aytaman, uyat. 3 yildan beri masjid hali qurib bitirilmadi. 3 yil bo'ldi. 3000 so'mdan tashlasanglar ham haligacha shu yerda xalq mazza qilib namoz o'qiyotgan bo'lardi. Kelinglar hammamiz bir yo'g'a qadam bosh chiqaraylik-da, shu masjid qurilishiga o'zimizni hissamizni qo'shaylik, yordam qilaylik, hashar qilaylik, tez bitirib, muzdakkina masjidda Allohning uyida mazza qilib namoz o'qib, ibodatimizni ado etaylik. Nima deysiz, ustoz? Albatta, hamma niyat qilgan, buni ko'rib turganlarga Allohim ajrini serob qilib bersin. Kuzatib turganinglar uchun rahmat. Agar moliyaviy tomonlama hech qanaqa imkoniyatinglar bo'lmasa, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Iltimos. Yurakdan aytamiz, iltimos qilib. Boshqa iloji qolmadi. Kimgadir tashab qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Qanaqadir yordam qilsanglar, biz shu yerdamiz. Mana ustozni o'ziga kelib, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa, oddiy kuni biz bu yerda ommaviy, chiroyli bir hashar uyushtirmoqchimiz. Nima deysiz, ustoz? Albatta, juda go'zal bo'ladi. Chunki bu ishlar hammasi avvaldan xalqimizning birligi bilan, hashar yo'l bilan qilingan. Bu narsa yana odat qilinsa, xalqimiz jipslashsa, birlashsa, bunaqa inshootlar, bunaqa madrasalar, maktablar, bog'chalar ko'p narsalar qilsak bo'ladi. Juda go'zal o'ylabsiz, juda chiroyli bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa, men auditoriyamga ishonaman, 96 mingta odam bor. Hammamiz bir yoqdan bosh chiqarsak, 3 oyda bitirishga harakat qilamiz.